Hammangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daramat kanal va bugungi videoligimizda ajoyib bitta Telegram bot orqali sarmoyasiz Toncoin kriptovalyutasini ishlashni ko'rib chiqamiz. Albatta undan o'sha botdan pul ham chiqarib ko'rsatib beraman. Albatta ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan o'sha botimning silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalda eng ichki o'yinlar to'lodagi botlar to'lodagi saytlardan pul chiqarsam, men Telegram kanalimga cheklanib tashlab boraman. Ya'ni qaysi sayt, qaysi bot to'loda ekanligini bemalol bilib olib, sizlar ham sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Va Telegram kanalda ham konkurslar qilib bormoqdaman. Bemalol sizlar ham o'sha konkurslarda qatnashib, sarmoyasiz pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, bizning har bitta videolarimizda o'tkazib kelayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu ko'rib turgan videolarga bitta like bosgan bo'lishlari kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak, kommentariya yozishlari kerak. Endi men hozir bu yerdan videomizni xolasini nusxalab olib, random saytga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men random saytga ham o'tib oldik. Endi bu yerga biz videomizni xolasini qo'yib olamiz va fetch tugmasini bosib continue'ni bossak. Ko'rishonki 32 ta odamdan kommentariya kelgan ekan. Endi bu yerdan pika winnerni bossak, Dilnoza Xolboboyeva degan obunachimiz g'olib bo'ldilar. Agarda shu obunachimiz ushbu videolarni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqib pullaringizni foiz olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram'im chiqamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir botga o'tib olaman. Do'stlar, undan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bu Next Wallet Pro degan sayt bor edi. Adashmasam ochilganiga 16 kun, 15 kun bo'lganda. Depozit kirishlarni endi maslahat beraman, negaki sayt 100% pullarni to'lab bermayapti hozir. To'lovdan to'xtadi umuman. Hech kimdan pulini to'lab bermayapti. Lekin ko'rishon uchun men 100 rubl investitsiya kiritdim va 235 rubl chiqardim. Lekin men 199 rublimni to'lab bergan, qolgan mana bu 36 rublim pulimni to'lab bermagan bu sayt. Shuning uchun depozit qilishlarni maslahat beraman. Saytni уже yopiladigan payti keldi. Sayt 16 kun ishlab berdi to'lab. O'sha boshida men birinchi kundanoq sayt yangi chiqqanida men saytni chiqargan edim video qilib. O'sha paytda depozit etganlar foydaga chiqqan bo'lishi kerak. Depozit etmay keyin 10-15 kun o'tgandan keyin depozit etganlar уже zararga kirdi. Shuning uchun bunaqa saytlarda boshida kirishni tavsiya etaman. Depozit kirish yoki kiritmaslik o'zlarining xohishinglar. Sayt to'lab bermasa, nima qilmasa, menga yozib o'tirmanglar. Men hech qanaqa sizlarga pullarni to'lab yordam bera olmayman. Endi hozir men botga o'tib olaman. Shuni aytmoqchi edim. Sayt 100% pulni to'lab berayotgani yo'q. Va mana do'stlar, men botga ham o'tib oldik. Albatta bu botimizning nomi Ton Rocket deb nomlanadi. Endi qanday qilib bu botdan kiramiz desalar, bu yerga startni bosasizlar va bu yerdan mana launchni bossanglar, sizlar botning asosiy pul ishlash oynasiga kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishon uchun bu yerda o'zining mana shunday sizlarga kirishlar shunday oyna ochiladi. Bu yerda home bo'lim birinchi mana shunday bo'lim turadi. Bu yerda har 1 soatda, ya'ni 60 daqiqadan biz mana shu yerda claim qilsak, bizga qanchadir coin, ya'ni Toncoin beradi. O'sha Toncoinlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Har soatda hech qanday boshqa nimalarsiz. Bu yerda masalan yana key deyapti. Endi buni bilmayman, key nima ekanligini. Keyin task bo'lim bor. Bu yerda mana task bo'lim orqali yana bu yerda qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz kanalga obuna bo'lib, yana bu yerda kanallarga obuna bo'lishib, ya'ni bo'lib, bu yerda referral taklif qilganingizga yana qo'shimcha daromad. Keyin friends bo'lim orqali albatta bu yerdan referral silkangizni kopировать qilib olib, do'stlaringizga tarqatib ham ularni ishlagandan 5% komissiya olib turishingiz mumkin bo'lar ekan. Keyin leaders bo'lim orqali bu botning kimlar ko'p ishlaganlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Ko'rishon uchun 0.4 Toncoin ishlaganiga ko'pi. Endi to'g'ri kam, lekin sizlarga mana bu har soatda hech qanday kapcha termaysizlar, shunchaki kirib claim qilasizlar. Bo'ldi, boshqa ish yo'q bu yerda. Yoki kapcha termaysizlar, shunchaki kirib mana shu yerdan claimni bosasizlar. Shuning uchun sal kamroq summasi вообще kam. Lekin har soatda kirib shu claim qilib olsanglar bo'ldi. Keyin wallet bo'lim bor. Bu yerda wallet bo'lim orqali sizlar pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Albatta wallet bo'limiga o'tsanglar, sizlarga shu yerda hamyoninglarni ulaydi. O'sha yerda hamyon ustiga bossanglar, sizlardan Faucet Pay'ga chiqarishi mumkin bo'ladi. Faucet Pay emaillarni so'raydi.
o'sha emailni yozasizlar, keyin do'stlar emaillarni saqlanib kelgandan keyin bu yerdan endi pul chiqarib ko'rsatib beraman. Registrafda bossak ko'rish mumkin, уже pullarimiz chiqib ketdi. Endi bu yerda home bo'limiga o'tamiz. Ko'rish mumkin, hozir qanchadir to'm coin bor edi, hozir hisobimiz 0 bo'lib qoldi. Endi hozir Faucetlarga kirib ham ko'rsatib beraman. Pullar kelib tushgan albatta. Faucet bo'yiga hech qanday minimalkasi yo'q ekan, pullarni bemalol chiqarishlari mumkin bo'lar ekan. Va do'stlar, ko'rish mumkin, men Faucet hamyonga kirib oldim. Bu yerda ko'rish mumkin, Toncoin balansimizga o'sha botdagi videoni orqaga qaytarib ko'rish mumkin bo'ladi. Botdagi raqamlardagi Toncoinlar shu hisobimizga kelib tushdi. Buni mana istoriyasiga ham ko'rsatib beraman. Deposit tarafda bosib, bu yerdan walletga bosamiz va istoriyasiga kirsak, yo'q, bu yerdan chiqarmaydi. Ikkinchi hozir dashbordga o'tib, bu yerda mana oxirgisida chiqarib turish kerak. Ko'rish mumkin, botning o'zining nomini ham yozib qo'yibdi. Ton Rocket deb o'sha botni nomini yozib, bu yerda ko'rish mumkin deposit qilingan. Bot 100% pulni to'lab bermoqda, passiv doxod olib borishlar mumkin bo'ladi. Shunchaki kirib, har soatda shunchaki claim qilasizlar bo'ldi, boshqa narsa sizlardan so'ralmaydi. Shunday qilib bu botimizda pul ishlab borishlar mumkin bo'ladi. Albatta do'stlar, bot 100% pulni to'lab bermoqda. Bemalol kirib sizlar ham shunday sarmoyasiz Toncoin kriptovalyutasini ishlab borishlar mumkin bo'ladi. Sarmoyasiz yaxshi emas, endi passiv doxod olish mumkin bo'ladi. Har soatda kirasizlar, shunchaki bu yerdan claimni bossanglar bo'ldi. Boshqa qiladigan ishlar yo'q. Albatta do'stlar, bu botning silkasi aytib o'tgandek, shu videoning opisiyasida bo'ladi va Telegram kanalining ham silkasi albatta shu videoning opisiyasida bo'ladi. Do'stlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqanmiz, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang, negaki biz 400 ta bo'lishimizga ozgina qoldi.